Мать моя мне сказала, жениться тебе пора. Assalomu alaykum azizlar. Bugun O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari o'yinida xudo xolasa chiroyli performans qilamiz deganmiz. Bir ko'rsat bolalarni, ko'rsat mana. Jigarlar armiya ishlayapti. Armiya ishlayapti. Mana narigi tomonlarda ham polni bolalar ishlashyapti. Inshaalloh futbolga keladigan do'stlarimiz, sizlardan bitta iltimos qilamiz. O'zbekiston davlat madhiyasi yangragan paytda skameykalarga qo'yilgan salafanchalarni orqangizga qo'yib o'tirmaydi. Shunday olib turib, o'zingizni yuzingizni shunaqa yopasiz. Kelishdiga bunaqa ham qilmaysiz, kuku ham demaysiz, prosta yuzingizni yopasiz. Inshaalloh bugun mana shu Bunyodkor stadioni ochilganda qanaqangi chiroyli performans bo'lgan bo'lsa, shunaqa performans qilamiz. Bir tani bir jonmiz, hammamiz buyuk O'zbekistonmiz. Olg'a O'zbekiston, qolgani kapeyka. Shifu seni yuborgandan xursandman. Meni unutib yuborishdimi deb qo'rqardim. Ortga uchmori. Haqiqiy ajdaho jangchisi uyiga qaytyapti deb. Qishloqning bahori eng go'zal bahor. Shaharga ortiqcha intilma bola. Shaharda varraklar erkin uchmaydi. Shaharning osmoni simlarga to'la. Qishloqda kuylasang, jo'shib kuylaysan. Tunlarni, tonglarni kuylarga ula. Shaharda otilib chiqishing qiyin. Shaharning sahnasi yulduzga to'la. Qishloqning har kuni sayil, ko'pkari, bo'la qol, otga min, or talash bola. Shaharda qo'lingga uloq tegmaydi. Shahar ko'chalari temirga to'la. Qishloqda taniydi hamma bir-birini. Dilingni, elingni mehrga bela. Shaharda mendaylar ko'payib ketgan.